Va nihoyat Samsung S26 Ultra bugundan sotuvga chiqdi. Buni narxi hammani jinni qilib qo'ydi-yu. Hamma o'ylaganda qimmat 2000-3000 dollar atrofida chiqadi deb. Kopeyka narxda chiqarib qo'ydi-yu. Agar sizga narx qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib turing. S26 Ultra chiqishi bilan salkam Guinnesslar kitobiga kiritildi desak ham bo'ladi. Chunki bunaqa telefon hali dunyoda yo'q. Hozir men sizga dunyodagi hech qaysi telefonda bo'lmagan funksiyasini ko'rsataman. S26 Ultrada endi aldoqchi ekran funksiyasi bor. Bir dona tugmani bosasiz, telefonning ekranini sizdan boshqa atrofingizdagi odamlar umuman ko'rmaydi. Bu funksiya hali hech qaysi telefonda yo'q va o'ylab topilmagan. Samsung aynan mana shu fishka bilan butun bozorni qo'lga olmoqchiligi bilinib turibdi. Bundan tashqari eng qiziq joyi, Samsung S26 Ultrada kimdir bilan gaplashsangiz, u sizga o'zbek tilida emas, boshqa tilda, arab tili, ingliz tili, nemis tili, dunyoning qanaqa tili bo'lishidan qat'iy nazar, u sizga o'zbek tilida eshitiladi. Tasavvur qilyapsizmi? U nemis tilida gapiryapti, sizga to'g'ridan-to'g'ri o'zbekcha eshitilyapti. Bu tirik tarjimon deb aytiladi va bu uchun umuman internet keragi yo'q va bu funksiya ham boshqa hech qaysi telefonda yo'q. Qo'yil, lekin Samsung S26 Ultrani narxini hammadan birinchi bo'lib bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada 26 raqamini yozib qo'ying, sizga darhol narxini jo'natib yuboraman.